Do'stlar, assalomu alaykum. Chirchiq shahrida bir deputat yigit bor, Jahongir To'laganov. O'zi xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi deputati bo'lsa-da, uni butun respublikadagilar bilan tanishadi. Jahongirni xalq orasidagi reytingi bugun kerak bo'lsa, o'sha senatorlar va ba'zi bir vazirlarnikidan ancha yuqori. Jahongir haqida mendan ba'zan o'sha Qoraqalpog'istondan, Samarqanddan, Farg'ona vodiysidagi viloyatlardan so'rab turishadi. Hammadan qizig'i, respublikaning boshqa joyida yashovchilar ba'zan shu Jahongirning adresini bering, telefonini bering, borib uchrashmoqchimiz deyishadi. Keyin men ularga Jahongir Chirchiq shahar deputati, u menimcha Poyariq yoki boshqa bir tumandagi muammolarga aralasha olmaydi deyman. Demak, odamlar Jahongirga ishonishadi, uni qidirishadi. Unga o'sha o'zini dardini aytmoqchi bo'ladi. Mana shunday harakatchan, o'qimishli va shijoatli yoshlar bugun markaziy apparatga, boshqaruvga kirib kelish kerak. Aynan mana shu Jahongir To'laganov kabi yoshlar bugun O'zbekistonni oldiga torta oladi. Salkam 80 urib qo'ygan bo'lsa-da, o'sha senatda, vazirliklarda yastanib o'tirib olgan qariyalarni sekin shu uylariga, dam olish joylariga kuzatib, shu Jahongirlarda ularni o'rniga olish kerak. Bu men shaxsiy fikrim. Men Jahongir To'laganovni iqtisodiy tarmoqda doim kuzatib kelaman. U o'zini hududini, muammolarini juda yaxshi biladi. Yechimlarni ham topa oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bugun Jahongirning ovozini pasaytirishni, uni o'sha minbarlarga, xalq orasiga, majlislarga qo'ymaslik yo'llarini qidirayotgan mas'ullar ko'p. Chunki Jahongir ularni bo'g'zidan oladi. Ishlashga majbur qiladi. Yaqinda ham xuddi shunday bo'libdi. Jahongir To'laganov o'zi yashayotgan mahalladagi yig'ilishda o'sha mahalladagi hokim yordamchisini qattiq tanqid qilgan. Ishlamaysan degan, xalqning dardini tushunmaysan, odamlar bilan uchrasha olmaysan degan. Hokimlar ko'tarmagan tanqidni hokim yordamchilari ko'taradimi? Xalqni pulidan yeb, ichib oylik oladigan o'sha yordamchi Jahongirga tashlanib qolgan. Seni haqqing yo'q, senda vakolat yo'q menga gapirishga, hokimga arz qilaman va hokazo va hokazo. Qonunlarni yaxshi bilgan Jahongir uni qo'ldan ushlab, o'sha majlis bo'layotgan zaldan olib chiqib qo'ygan va qaytib mahallaga kelmaslikni so'ragan. Keyin nimalar bo'lganini Jahongir To'laganovning o'zida eshitamiz.